Urushdan keyingi yillar ko'z izg'irini etni jinjiktiradi. Sahar qorong'usidan ko'cha supurishga chiqqan ayolning xayoli parishon. Momo qaldiroq gumburlagani sayin ichi qaltiraydi. Og'ir o'y miyasini parmalaydi. Bolalarimning usti yupqa, oyog'i yupun. Egni-ku bir gap bo'lar. Kichigimning oyog'idan qish bo'yi janda bo'lib ketdi. Sho'rlik bolam yana og'rib qolmasaydi. U qiynalibgina ro'zg'or tebratardi. Yolg'iz o'zi nima ham qilsin? 40 ga kirmay 5 bolani bag'riga bosgan beva qolgan bo'lsa. Katta o'g'lining topgani ham ro'zg'or g'origa urvoq bo'layotgani yo'q. Axir osonmi? Jo'ja birday jon unisiga yetsa, bunisiga yetmaydi. Muallim junjikib turgan bolaga yaqinlashdi. Bola aybdorona yelka qisib turar, yuzlari yomg'irdanmi, ko'z yoshdanmi ho'l edi. Nega yupun kiyinib kelding? Oyog'ing qalinmi ishqilib? Voy bu shu yomg'irda yirtiq poyabzal bilan keldingmi? Tez uyingga bor. Kiyimlaringni almashtir, shamollab qolma tag'in. Muallimning ichidan bir nima uzilgandek bo'ldi. O'zining yetim o'tgan bolaligini esladi. O'shanda yomg'ir sharros quymoqda edi. U eski maktabning tunuka tomi tagida jaladan panalab turibdi. Ammo oyoqlari jik qaful, lablari ko'm-ko'k. Tishlarining taqilayotganini bildirmaslik uchun jag'larini mahkam qisgan, ko'yi qunishib olgan. Shu payt yoniga nemis tili ustozi keldi. Unga o'roqlik bir narsa uzatdi. Keyin otalarcha mehr bilan sinfxonaga kirdi. "Kiyib ol o'g'lim, o'rtoqlaringni kirgizmay turaman. Mendan olganingni ular bilish shart emas", dedi shivirlab. Qalin kiyim taftidan badaniga iliqlik yugurib, qattiq hayajon ichida yangi poyabzalni kiya olmay qo'llari titrayotgan bolakay ustozining "Boshmog'ing eski bo'lsa ham butun, keyingi maoshgacha amallab tur" deya o'z o'g'lini ko'ndirganidan bexabar edi. Maktabga yupun ketib, qalin kiyim issiq poyabzalda qaytgan o'g'lini ko'rgan onaizor uzoq yig'lagandi. Og'ir yillar ortda qoldi. Bugun u muallim. Taqdirni qarang, qarshisida xuddi o'zining yoshligidek o'ksik bir bola sovuqdan dirdirab turibdi. Ko'ksining eng nozik nuqtasida bir og'riq tuygan muallim bugunoq uning uyiga borishga ahd qildi. O'quvchilarga uy vazifalarini berib, dars tugashi bilan ko'chaga chiqdi. Tushlik ham qilmadi. Hali unut bo'lib ulgurmagan yetimlik yillarini ko'z oldida kechagidek gavdalantirib qo'ygan bolakay uchun nimadir qilishni o'yladi. Axir ezgulikdan saboq berib ketgan ustoziga munosib shogird bo'lishiga ahd qilgan edi-ku. Chuqur o'yga tolgancha beixtiyor cho'ntaklarini kavladi. Devorlari nuray deb turgan eskigina uy ro'parasida bir zum tek qotdi. Uni uniqib ketgan libosdagi ayol qarshi oldi. Ko'zlariga mung cho'kkan bu ayolga boqib, onasini esladi. Salom alikdan so'ng o'zini tanishtirdi. Hol ahvol so'radi. Ketayotib qo'lidagi qog'oz xaltani uzatdi va "Bu Barotga hadya. Mendan ekanini bilmasin", dedi-da ortiga qaytdi. Ertasi kuni Barot maktabga kelmadi. Kasalxonaga yetib borgan muallim bolaning otash alanga bo'lib yonayotgan peshonasiga kaftini bosdi. U iqrar, ora-sira "Ayajon, oyog'im sovqotyapti" deya alahsirardi. Sovuq buyraklarini shikastlabdi. Nimjongina vujudi xastalikka qarshi kurasha olmadi. Muallim tush ko'rdi. Atrof yam-yashil, borliqni rayhonning muattar bo'yi qoplagan. Shogirdlari bilan o'rik gullariga burkangan bog' oralab borishmoqda. Ular orasida Barot ham bor. Oyoqlarida yangi poyabzal, sho'rlik. "Muallim, endi oyog'im sovqotmayapti. Qarang, ayam boshmoq olib berdi" deya suyunarmish. Havo sarin, osmon tund, qabriston har galgidek jimjit. Sukunatni faqat sharros qo'yayotgan yomg'irning allanechuk xazini ohangi buzmoqda. Go'yo samo ichra suzayotgan qop-qora bulutlar karvoni qabrlar ustida ko'z yosh to'kayotgandek. Bir qarashda oddiygina hol. Yomg'ir Barotning qabri uzra ham yog'moqda. Yo'q, yomg'ir muallimning ichiga yog'ayotir. Yomg'ir muallimning ko'zlaridan yog'ayotir. Ibrat islomiy va milliy qadriyatlardan biri o'zgalarga yordam qo'lini cho'zishdir. Ushbu ko'mak moddiy yoki ma'naviy bo'lishi mumkin.
qanchadan qancha oyat va hadislarda kambag'al miskinlarga yordam qilishga da'vat qilinib, buning evaziga 2 dunyo saodati va jannat va'da qilingan. Beruvchining moli kamayib qolmasligi, aksincha eng kami 10 baravardan 700 baravargacha ko'paytirib qaytarilishi va'dasi berilgan. Alloh taolo hech qachon va'dasiga xilof ish qilmaydi. Shuning uchun muhtojlarga qo'limizdan kelgancha yordam qilib, shu yo'l bilan Allohning roziligini topishga harakat qilaylik.